Hamma rahbar yaxshi biladiki, uni korxonasining muvaffaqiyati korxona ichidagi o'rnatilgan to'g'ri adolatiga bog'liq. Chunki adolatsizlik va tizimsizlik to'g'rini ham aynitadi. Shu narsa bo'lmasligi uchun biz tadbirkor sifatida tavsiyamiz Odoo ni o'rnatinglar. Odoo shunday dasturiy ta'minotki, unda 70 dan ortiq modullar bir joyga jamlangan. Siz turli xil programmalarni olib, ularni bir-biriga integratsiya qilib qiynalgandan ko'ra, marketingdan tortib buxgalteriyagacha, ishlab chiqarishdan tortib skladgacha, logistikadan tortib SMMgacha hammasini bir joyda ko'rib turib, to'g'ri analiz qilsangiz bo'ladi. To'g'ri analiz qila olsangiz, raqamlar bilan to'g'ri ishla olsangiz, o'ylaymanki ishxonangizda adolatni maksimum to'g'ri yo'lga qo'ya olasiz deb o'ylayman. Chunki bu masalada kim nima ish qilayotganligi, eng past lavozimdan to yuqori lavozimgacha qilayotgan barcha odamni ishlari, ko'rsatayotgan natijalari kaftdek namoyon bo'lib turadi. Odoo haqida to'liqroq konsultatsiya olish uchun pastdagi havolaga o'z ma'lumotlaringizni qoldiring va sizga aloqaga chiqishadi.